Bo'la besunida chaqirmadingiz bizani? Ha, chaqirdim. Necha yildan beri ishlayapsan, lekin? Menga 5 yil bo'ldi. Menga 1 yil bo'ldi. Necha puldan topyapsan kuniga? Kuniga 300 mingdan topyapman. Mana kuniga 300 ming topganman. Bo'l, Mohir san chiqib turur bo'lmasa? 5 yildan beri ishlayotgansan. Mohir 1 yildan beri ishlayotgan, lekin bir xil pul topar ekansan. Sababi nima deb o'ylaysan? Bilmasam. Men bilaman. Hozir senga sababini aytaman. Qara. Mana bu yo'l Mohirning yo'li, mana nima qilamiz? Bu endi seni yo'ling. Kelyapsan, Mohirning yo'liga o'tyapsan. Yana qaytyapsan, yana ketyapsan, yana Mohirning yo'liga o'tyapsan, yana qaytyapsan. Tabiiyki bu yo'lda yo'ling qisqaradi. Nimaga bunaqa narsa chizganimni bilasanmi? Yo'q. Chunki sen Mohirni menga necha marta yomonlagansan. Shuning uchun o'zini chiqazib oldim. Kechga otdi ishga deding. Ishni yaxshi qilmayapti deding. Men undan oldin kelganman, yaxshiroq pul topishim kerak deding. Ya'ni Mohir o'zini yo'lida rivojlanishda davom etyapti. Sen Mohir yo'liga borasan, oyog'ingni tiqasan, yana qaytib kelasan, yo'lingda yurasan, yana oyog'ingni tiqasan, yana qaytib kelasan. Yaxshi pul topib, yaxshi rivojlanmoqchi bo'lsang, birov bilan ishing bo'lmasin. Bu senga dars bo'lsin. Ruxsat senga.